Barchaga assalomu alaykum. Bugungi video qo'llanmam SolidWorks dasturini o'zimizga qulay qilib sozlab olish haqida bo'ladi. Ya'ni SolidWorks dasturiga kirganimizdan keyin xuddi mana shu shablonni o'zimizga yaratib olishga harakat qilamiz. Ya'ni ekran ishchi maydonimiz bizaga ko'zimiz og'rimaydigan rejimga qo'yganman. Ya'ni tepa fon qora, lekin model yasaganimizda ham yaqqol ko'rinadi. Ko'zimiz uzoq muddat ishlasak og'rimay toliqib qolmasligini ko'rsataman. Xo'sh, настройкаga kiramiz. Настройкаdan сброс qilib yuboraman hozir полностью сброс все parametr zavodskiy настройкаga qaytaraman. Mana oq rejimga o'tdi. Birinchi ishlaganimizda xuddi shunaqa oq rejimda zavodskiy настройкада установка bo'ladi. Buni kirib to'g'rilashimiz uchun настройкаga kiramiz, ya'ni bu yerdan качество изображениyaga kiramiz и birinchi shablon по умолчанияdan to'g'rilashni boshlaymiz. Xo'sh, ichiga kirib ghost tanlaymiz. Buni ham ghost asini tanlaymiz. Bunisidan ham xuddi shu birinchisini tanlaymiz. Hammasidan birinchisini tanlab OK ni bosamiz. Yana настройкаga kiramiz. Bu yerdan svet bo'limiga o'tamiz. Svet bo'limidan svetlayani temniga qo'yamiz. Keyin bu yerdan fon grafическое окно верхний свет degan joyga kirib bu turadi. Нижний svetni tanlaymizda redaktor qilamiz. Sal ozgina pasaytiramiz, qoraroq qilamiz. OK qilamiz. Plavniyni tanlab, plavniya полный переход свет tanlaymizda OK ni bosib yuborsak, xuddi mana shunaqa qora rejimga tushib qoladi. Bundan ham qoraroq qilsak bo'lardi. Ctrl N ni bosib, detal bo'limini tanlab OK ni bosamiz. Mana xuddi shunaqa rejimga tushdi. Agar yanada qoraytirmoqchi bo'lsak, agar svetga kiramiz, xuddi shu joydan fon grafическое окно верхний свет degan joy bor. Верхний свет переходni redaktor etib bosib sal pasaytiramiz, OK ni bosamiz. Нижний svetga o'tib redaktor etib bosamizda yana ozgina qoraroq rejimga qo'yamiz. OK ni bosib yuborsak, mana tepa fon ham past ham bir xil bo'ldi. Bunda misol tariqasida bitta detal chizib ko'rsataman. Ekran bilan detalimiz qanaqa ko'rinar ekan, farq qilish maqsadida, ya'ni orqa fon bilan detal yaqqol ko'rinadimi, yo'qmi, shuni biz ko'rib tekshirib olamiz. Chizdik. O'stirishni bosaman. Perspektivaga o'tish uchun buni bosamiz. Perspektiva rejimini ko'rsataman. Oddiy bir detal chizib yo'nib ko'ramiz. Obyektiv bo'lsa qanday ko'rinadi. Mana oddiy bitta detal chizdim. Orqa fon bilan detalimiz yaqqol farq qilyapti. Ya'ni bu ko'zimiz uchun unchalik og'ritmaydigan rejimga, qulay rejimda sozlab oldik. Bugungi videomiz qo'llanmamiz shundan iborat edi. Keyingi video darslarni kuzatib boringlar. Bundan da yaxshiroq, qiziqroq yangi detallarni yasab ko'rsataman.